Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Umumiy hisobda bu 5-darsimiz. Demak, 4-darsimizda biz doska bo'limi nimaligi, varonkalar nimaligi, doskalar nimaligi va mijoz kartasi nimaligi va mijoz kartalarini qanaqa qilib saralash haqida tushunchalarga ega bo'lgan edik. Ya'ni Karimjon akamiz misolida sotuv jarayonini amalga oshirib ko'rgan edik. Bugungi darsda biz doskani analitikasi, ya'ni doska bo'limidagi doska menyusining analitikasi, ya'ni dashbord haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Analitika nima kerak o'zi degan savolga javob. Misol uchun siz bugun qanaqa sotdingiz, yaxshi sotdingizmi, yomon sotdingizmi, qanaqa summaga sotdingiz? Mana shu iyun oyida savdoingiz yaxshi bo'ldimi, iyulga nisbatan, iyulda yaxshi bo'ldimi, iyunga nisbatan, o'tgan yilga 25-yilga nisbatan 26-yil yaxshi ketyaptimi? Qaysi operator zo'r ishlayapti, qaysi biri yomon ishlayapti, qaysi bo'lim zo'r ishlayapti? Ya'ni umuman olib qaraganda analiz va savollarga hammasiga javob berish uchun bizda mana bu dashbord bo'limi mavjud. Demak, dashbord bo'limiga kiramiz. Nimani ko'rish mumkin? CRM analitikani ko'rish mumkin. Ya'ni umuman olib qaraganda keling, bir oylik analitikani bajaramiz. Bu yoqda 1 yillik, kunlik yoki maxsus davr belgilasangiz ham bo'ladi. Keling, siz bilan oylik analitikani tekshirib chiqamiz. Demak, oylik analitikada bizda hamma doskalar bor. Aynan bu hammasi belgilangan. Aynan B2B doskamizni analiz qilmoqchimiz, ya'ni tanlaymiz. B2B doskamizni analiz qiladigan bo'lsak, iyun 26-yilning o'zida demak, hozircha, endi bugun 10-sana bo'lgani uchun menda 10 kunlik ichida desak ham bo'ladi. Demak, shu iyun, bugun hozir iyul, demak, получается 30 kunlik, ya'ni iyun oyida qanaqa savdo bo'lgan, mana shu haqida javob beramiz. Ya'ni umuman B2B doskamizda 16 ta bitim ochilibdi. Uzr, hozir bir daqiqa. Uzr, batareyka yo'q ekan. Xo'p. Demak, iyun oyida business to business doskamizda 16 ta bitimlar kelibdi. Yangi 16 ta, ya'ni men demoqchiman, 16 ta yangi mijoz qiziqish bildirgan va men bu yoqdagi yangiliklar qismiga kelib tushgan. Business to business konversiya darajasi 6.2%. Ya'ni 16 kishidan 100% bo'ladigan bo'lsak, 6.2%, ya'ni bu bo'lishi mumkin bitta yoki ikkita. Sizdan rosta kamiga tovarni sotib olishgan. Va ular sotib olgan tovar summasi 252 ming so'mga, ya'ni teng bilan teng bo'lgan. Bu ya'ni summa bo'yicha bir oylik bajargan ishingiz, kompaniyani tekshirish uchun asqotadigan tool, ya'ni qurilma. Eskirgan bitimlar, misol uchun tasavvur qiling, biz varonkani yaratganda varonkaga muddat beramiz. Ya'ni har qanaqa lead, har qanaqa mijoz bitta varonkani ichida 5 kun yoki 6 kun yoki 1 kundan uzoq qolib ketmasligi kerak degan ya'ni muddat kiritib beramiz. Misol uchun yangilik bo'lib kelib tushdimi, u 1 kun yoki 1,5 kun ichida ishlanishi kerak, ya'ni hammasi bilan telefon qilib chiqilishi kerak. Hech kim qolib ketmasligi kerak. Agar oshib ketadigan bo'lsa, mana bu yoqda e'tibor talab qiladigan bitimlar qismiga tushadi, mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni Bekzod Ismoilov, g'ayrat qiluvchi biznesmen, yana ikkinchi Bekzod Ismoilovning ikkinchi zakazi. Bular oshib ketib qolgan, e'tibor berilmagan yana bularga. Malika Xoliqova, u 2 kun qolib ketibdi mana. G'ayrat qiluvchi biznesmen, bu yana 1 kun ortiqcha qolib ketibdi, propagatsiya qilingandan, ya'ni taxmin qilingandan ko'ra. Bu nima beradi sizga? Bu o'sha operatorlaringiz, agar siz operator bo'lsa, o'zingiz qanchalik darajada yaxshi ishlayapti, qanchalik tez ishlayapti, qanchalik aniq ishlayapti, mana shu haqida ma'lumot. Bu kompaniya haqida ma'lumot bo'lsa, bu endi operator ishchilar haqidagi
statistikani ko'rib turibmiz. Bashorat bu qanaqa tushuntirish mumkin? Bu prosta AI o'tgan oylarga nisbatan bu oydagi tezligingizni, ya'ni harakatingizga qarab, bu oy qancha pul ishlashingiz mumkin, qancha yo'qotish mumkin, shu haqida bashorat beradi. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Uydagilarning gapiga o'xshaydi. Xuddi shu ketishing bo'lsa odam bo'lmaysan yoki yaxshiroq ishlasang yaxshiroq foyda ko'rasan degan gapga o'xshagan. Sizga sistema ko'rsatib beradi qancha daromad qilishingiz mumkin shu ketishda. Siz 100 million xohlayapsiz, lekin bashorat bersa 50 milliondan topolmaysan desa, keyin nima qilasiz? Keyin sovet direktorov chaqirib, ya'ni qayerni ulучшить qilsa bo'ladi, qayerni rivojlantirish kerak, o'sha 100 millionlik marraga yetish uchun mana shuni ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, bitim dinamikasi mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Bir kunda bitimlar qanchasi tushyapti, qanchasi qayta ishlanmoqda, ya'ni kartalar soni. Yaratilgan bitimlar kartalar, ya'ni yuritilgan kartalar, yo'qotilgan kartalar. Mana ko'p yaratilgan, ya'ni sizda iyun 1-sanasida reklamangiz zo'r bo'lgan, sizga ko'p bitim lead kelib tushgan. Ya'ni kartalar kelib tushgan. Lekin ko'p yuritilmagan va ko'p yo'qotilmagan, ya'ni faqat kelib tushgan, yaxshi ishlamagan. Iyun 20-sida lead kelib tushishi kam, ish hali ham yo'q. Tashviq olib turibdi hamma. 21da ham lead kamroq, 20 dan ko'ra ko'proq, lekin umuman 1 dan ko'ra kamroq yangi lead kelib tushgan. Ya'ni targetingiz shuncha ishlagan, lekin ishchilar hali ham uxlab yotibdi. 23da ham xuddi shunday holat. 25-iyunda lead kelib tushgan, ishlangan, misol uchun qayta yo'qotilganlar ham bor. Ya'ni ishlagan, lekin yaxshi ishlamagan. Mijozlarni yo'qotib qo'ygan. Ya'ni buni shundoq bitim dinamikasidan ko'rib olish mumkin. Keyingi analitikamiz konversiya voronkasi. Ya'ni yangi kelgan mijozingiz aynan qaysi qismda, qaysi voronkadan tushib qolmoqda. Bu sizga nima beradi? Misol uchun yangi leaddan to'g'ri sifatsiz leadga o'tadigan bo'lsa, lead keldi, mijoz kartasi kelib tushdi, telefon qildingiz, yomon boshqa narsaga qiziqqanman. Telefon qilsangiz, yo adashibsiz degan bo'lsa, bu nima degani? Bu o'sha targetingiz noto'g'ri yoqilgan, target sifatsiz degani. Bu yerda shuni ko'rish mumkin. Ya'ni yangi leadlar 100% kirishdan. Yangi leadlar bo'yicha hammasi joyida. Leadlar to'g'ri kelyapti, gaplashilganda kamchilik aytyapti-da. Men qiziqmaganman degan odamlar soni juda ham kam. Demak, lead to'g'ri yoqilgan. Target to'g'ri yoqilgan. Mana bu yerda ham ko'rish mumkin. O'ylab ko'radigan, tushadigan bo'lsa o'ylab ko'radi degan varonkadan. Demak, o'ylab ko'radi deb hamma qochib qolyapti-da, olmayapti. Yoki offline uchrashuvdan keyin ko'pchilik tushib qolayotgan bo'lsa, demak bilasiz, offline uchrashuv o'tkazadigan menejeringiz yaxshi emas, gapga checha emas. Kelgan mijozni ushlab qola olmayapti. Uni almashtirish kerak yo yaxshiroq o'qitish kerak, ya'ni yordam berish kerak. Va bu yoqda eng katta qizil bilan ichidan tanlab olingan shu yerda jarayon to'sig'i, ya'ni qayta aloqa qismida 10 ko'p mijoz tushib qolyapti ekan. Bu nima degani? Yangi lead tushgan, bular telefon qilgan, tusholmagan, qayta aloqaga olib qo'ygan, yana qayta telefon qilavergan, lekin hech kim ko'tarmagan va shu yerda birdaniga mijoz yo'qotildi, boy berildi qismiga olib borilgan. Bundan nima bilish mumkin? Telefoningizda qanaqadir muammo bor, mijozlarga tushib bo'lmayapti. Va bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Jami qo'ng'iroqlar soni 11 ta. 11tasi ham chiquvchi qo'ng'iroq bo'lgan, ya'ni operator telefon qilgan, hech kim qiziqib telefon qilmagan. 3 marta neprint, ya'ni o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar ham bo'lgan. Javob berish darajasi 0%. Endi bu yerda foiz yaxshiroq bo'ladi, chunki 11 kishi ham gaplashgan. Bu shunchaki demo bo'lgani uchun 0% turibdi.
o'rtacha davomiylik 2 daqiqa, ya'ni 2 minutdan. Demak, har bir operator bitta mijozga o'rtacha 2 daqiqa vaqt ajratmoqda. Va umumiy faol vaqt 8 soat, 7-8 soat o'rtacha umumiy mijozlar bilan ishlamoqda operatorlar. Endi pipeline oqimi, ya'ni varonkalardagi harakatlar, ya'ni uchashuv belgilandi 5 ta kelgan. Shu uchashuv belgilandagi 5 tadan jarayonda 4 tasi o'tganda, ular ichidan 2 tasi yo'qotildiga o'tib ketgan. Ya'ni bu tarixni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, endi o'rtacha har bitta lead, har bitta mijoz varonkada qancha vaqt qolib ketmoqda. Jarayonda, ya'ni o'ylab ko'rmoqchi degan varonkada har bitta lead o'rtacha 5 kun va 6 soat qolib ketyapti ekan. Yomon. Ya'ni bitta varonkada qolib ketmasligi kerak, darrov ishlanishi kerak, saralanishi kerak. Sotib oladigan bo'lsa sotish kerak, qiziqqan bo'lsa yana ham qiziqtirish kerak, yana sotish kerak. Ya'ni bu kamroq bo'lishi kerak. Demak, har bitta varonkada qancha vaqt o'tkazayotganini mana bu yoqdan ko'rib borsak bo'ladi. Nechta bitim, qancha vaqt o'tdi va oxirgisi bu yoqda bu jamoa samaradorligi. Ya'ni har bir komandangiz a'zosi menejer bo'lishi mumkin, operator bo'lishi mumkin. Qanaqa ishlayapti? Bizda faqat demoda 2 ta operator bo'lgani uchun 2 kishini solishtirib ko'rgan. Bu yoqda 10 ta, 50 ta, 100 ta bo'lishi mumkin. Bu o'rinlar ham shunga yarasha. 1-o'rin, 5-o'rin, 100-chi, 90-chi, 90-chi o'rinlar ham bo'lishi mumkin. Bu yoqda 1-o'rin Azamatali Mamarajabov degan sotuvchi olibdi. Demak, bu tayinlangan bitimda 5 ta ekan, yangi bitimda ekan 5 chalasi ham. 10 ta qo'ng'iroq, ya'ni bajaribdi, ya'ni 10 tasi ham bu chiquvchi qo'ng'iroq o'zi telefon qilibdi. Sotibdi ham mana yana уже 2.960.000 so'm общий mahsulot sotibdi. Ularni o'rtachasi olib qarasak, har bitta mijozga 592.000 so'mdan sotyapti ekan. 2 marta qo'ng'iroqqa javob bera olmagan, har xil sabablar bilan. O'rtacha 2 minutdan gaplashgan. Jami davomiylik, ya'ni 2 minut общий hamma bilan gaplashgan, o'rtacha 30 sekunddan to'g'ri kelgan. Ya'ni bu Azamatali Mamarajabovning ko'rsatkichlari. Bu 1-o'rinda edi. 2-o'rinda mana bu yoqda Baxtiyor Rahimov degan operatorimiz bor ekan. U ham yaxshi ishlagan, yomon emas. Faqat u sal kamroq bitimni tayinlangani uchun, 4 ta bitim tayinlangan, to'g'risi yangi bitim bo'lgan. Bitta qo'ng'iroq qilgan ichidan o'sha chiquvchi bo'lgan va o'sha odamga 600.000 so'mlik tovar sotgan. Bu ham yaxshi ishlagan, faqat Azamatalidan sal kamroq ishlagan ekan. Demak, Azamataliga bonus bersa arziydi. Bekzod ham yaxshi ishlagan. Bahodir ham. Va eng oxirida 100-o'rin bo'ladi, agar sizda 100 kishi bo'lsa. 100-o'rindagi ishchi umuman ishlashni yoqtirmaydigan, bo'sha ketmoqchi bo'lgan, hayotdan to'ygan ishchi bo'lishi mumkin. Demak, bugun siz bilan doska bo'limi ichidagi dashbord menyusi, ya'ni doskani analizi bilan tanishib chiqdik. Nimalar berishi, nimani bildirishi haqida. Shu bilan doska bo'limi tugadi, dashbord qismi tugadi. Sizlar bilan keyingi darsda biz umumiy obzor, umumiy analitika bo'limini ko'rib chiqamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.